Hurmatli fuqarolar, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va messenjer platformalarida Sog'liqni saqlash vazirligi nomidan ochilgan soxta akkauntlar orqali haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqalish holatlari kuzatilmoqda. Mazkur xabarlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan bo'lib, jamoatchilikni chalg'itish, davlat organlarining obro'si va ishchanlik nufuziga putur yetkazishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan fuqarolardan har qanday axborotni tarqatishdan avval uning manbasini sinchiklab tekshirishlari, davlat organlari faoliyatiga oid ma'lumotlarni faqat rasmiy axborot resurslari orqali qabul qilishlari so'raladi. Shuningdek, soxta akkauntlar tashkil etish, yolg'on ma'lumotlar tayyorlash va tarqatish qonunchilikka muvofiq belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tamiz. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bunday qonun buzilishlarni aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kiberhujum va firibgarlarga qarshi doimo hushyor bo'ling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling va shubhali xabarlarga ishonmang. Ogohlik xavfsizlik garovidir.